Assalomu alaykum. Mana okina Kansu solnечный panel o'rnatyapmiz. 20 ta kolbachki 200 litrli bo'lyapti. Ikkita mana karkasimiz mana qo'ydik. Hozir mana pastlariga metal konstruksiya svarkalaymiz, bo'lsa qotiramiz. Mana bunaqa karkasi mana bo'lyapti. Alyuminiy profildan mana 1 dyuymli latum. İçlari mis trubka kirlayotgan, o'zini smashkasi bor ekan. 200 litr mana hozir mana karkasini yig'ib oldik. Boltlagan. Mana bizani konstruksiyamiz o'sha konstruksiyaning ustiga qotiramiz mana xudo xolasa. Podach обратки sovuq suvimiz. Sovuq suvi bizga bochka uchun mo'ljalladik, uni qoldiramiz. Yuvishga mabodo chang-pang bo'lsa yuvishga endi ishlatamiz sovuq suvimizni. Mana yig'ib bo'lganimizdan keyin yana ko'rsatamiz. Bezyomko'z mana 1 dyuymli latum vixidlar ikki tarafda ham bor ekan. Xudo xolasa tepadan podacha qilamiz. Ulab xudo xolasa montaj qilamiz. Mana